Samarqand va Ostona shaharlarini bog'laydigan to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnov yo'lga qo'yildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Azaldan Sharq va G'arbni bog'lagan qadim Samarqandga Qozog'iston poytaxti Ostona shahridan to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarning yo'lga qo'yilishi nafaqat qadim kentga sayyohlar oqimini keskin ko'payishi, balki ikki xalq o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik rishtalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Hammasi ajoyib, yo'lovchilarimiz juda mamnun. Bizning aviakompaniyamiz joriy yilda Astana Samarqand yo'nalishida to'g'ridan-to'g'ri birinchi xalqaro parvozni tashkil etdi. Samarqand bilan Astana o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovini yo'lga qo'yish orqali ikki qadrdon xalqni yanada yaqinlashtiryapmiz. Bu yo'nalish nafaqat sayohatchilar uchun qulaylik, balki biznes va madaniy aloqalar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga kelgusida yo'nalishlar sonini ko'paytirish, xizmat sifatini yanada oshirish va yo'lovchilarga xalqaro andozalar darajasida xizmat ko'rsatish rejalashtirilgan. Samarqand aeroportining yangi xalqaro terminali hudud iqtisodiyotining muhim nuqtalaridan bo'lib, mazkur aeroport xalqaro aeroportlar reytingida munosib e'tirof etib kelinadi. O'tgan yili Samarqand xalqaro aeroporti 1,400,000 yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Joriy yilda bu ko'rsatkichni 1,600,000 nafarga yetkazish rejalashtirilgan. Hozirda mazkur havo darvozasi orqali 20 ga yaqin yo'nalish bo'yicha haftasiga 120 ta reyslar amalga oshiriladi. Oldinlari Toshkentda uchganmiz samolyotga. Endi nasib qilsa mana Xudo xolasa endi sal yaqinroq o'zimizga va Qashqadaryo Shahrisabzdan men o'zim. Qulaylik taraflari yaxshi ekan, ham yaqinroq, narxlari ham qulay, arzonroq ekan. Bizga qulayda. Я бы хотел поздравить всех пассажиров, узбекистанцев и казахстанцев. Ilk parvoz orqali Samarqandga keldik. Barcha o'zbekistonlik va qozog'istonlik yo'lovchilarni yangi yo'nalish bilan tabriklayman. O'ylaymanki, bu ular uchun juda qulay bo'ldi. Ikki davlatning iqtisodiy, madaniy va turizm hamkorligini yanada mustahkamlashda mazkur yo'nalishning ta'siri beqiyos bo'lishiga ishonamiz. Samarqand bizning shahrimiz kabi zamonaviy, tarix uyg'unlashgan qadimiy shahar. Bu yerga turli joylardan sayyohlar kelishadi. O'zbekistonliklar va xorijiy mehmonlar uchun Astonaga sayohat qilishda ushbu reysning ochilganligi yaxshi imkoniyat bo'ldi. Samarqand xalqaro aeroportidan qo'shni davlatlarga parvozlar geografiyasini ko'paytirishning bunday istiqboli mintaqa aholisi va mehmonlariga biznes va sayyohlik maqsadlarida sayohat qilishda yanada qulaylik va imkoniyatlarni taqdim etishi shubhasiz.